tashkilotning o'rtada mana bugun Patron tuman baynalmilal jang shaxsiylar mana bugun yer masalasi bo'yicha, yer soliq bo'yicha, mulk soliq bo'yicha tuman davlat soliq biza uchrashdik. Bizani muammomiz har kuni bizaga suddan xat borib ijroga jo'natib, bizani ko'chimiz buzilyapti. 3 karra jarima tortilyapti. Na bizaga kadastr bo'lyapti, na bu qarori bo'lyapti. Navbatda 2028-yilga bo'ladi, 2028-yilga bo'lib turadi, yana 10 yil kerakda. Ungacha ungacha pul bor kuni haqiqatan. Qancha yillar kuniga jaraza bo'lsa, qo'l bo'lsa ham da. Biz endi qancha so'l ketgandan keyin bo'lamiz. Imtiyozlarni. Ko'pimiz kasal, bemor bizlar, insulogamiz yo'qdi zatoda. O'shanga bir bizlarga bir moddiy yordam, qandaydir kadastrdan tuzatishganmi, qarorlarni tuzatishganmi, yordam ishlari kerakmi, sog'liq masalasi bo'yicha. Endi bizlarni bitta narsaga hayronmizda, mana 40 yildan beri soliq imtiyozidan foydalanib kelganmiz. 40 yildan beri. Mana hozir yangi kodeksga bir o'zgartirish kirgizib, imtiyozimizni yo'q qilib qo'ydi. Biz urush qatnashchisi bu tenglashtirilgan emas. Urush mana shu yerda mana 12 ta avvalda halok bo'lgan yosh navqiron yigitlar, 18-20 yosh yigitlarni yuz tuturgan edi. Shuni ham sudib bir chakkaga chiqarib tashladi hokimlar. Tenderga qo'yib sotdim yerda, nima qildi, nima qo'ydi, uni hech kim bilmaydi. Endi biz o'zi oxir hamma mana boshimiz 70 ta, nimamiz 60 dan oshdi. Endi bir nevara-chevaralarning oldida bir o'tirib, bir bomboshlab choy ichaman, bir dam olaman degan va faqat nom. Faqat nom. Soliqdan telefon, majburiy ijrodan telefon, yo'ldan telefon, ishingiz taqillatib keladi, umuman. Endi o'zi mana hozir rais aytganlarni o'zi oz qolyapmiz. Kunlikdan janoza bor. Ana endi bunchalik nohaqlik bo'lmaydi-da. Bunchalik nohaqlik bo'lmaydi. Bizda imtiyozlarimiz qaytadan tiklab berishlari so'rayapti. Hozir mana kadastr ro'yxatga olish bo'lyapti. Hech kim kelgan yo'q. Biz haqiqatda navbatsiz ro'yxatga olingan. Navbatsiz ro'yxatga olinyapti. Buni endi to'g'ri pichoq siyatga taqaldi. Pichoq siyatga taqaldi. Buni insof kerak, vijdon kerak. Mana kecha prezidentimiz qancha san'atkorlarga imtiyozlarni berib yubordilar. Bu san'atkorlar nima? Bizdan battar. Ular hammasini sharoitsiz, hammasi boy davlat, hammasi qoshona. Ularga imtiyoz bor. Hozir transportlargacha imtiyoz berib yubordilar. Bizda shuncha o'shada shuncha azobli yer, qanchalik o'shada qolib ketdi, qanchalik nogiron bo'lib qaytdi. Mana hozir yana anchalik nogiron bo'lib yotibmiz mana tavsiyada. Endi biz o'shani mana 30-40 yillab umrimizni davlat uchun sarfladik. Hammamiz sog'lig'imizni berdik. Nima bo'ldi? Endi bunchalik noinsoflik, vijdonsizlik bo'lmaydi, og'aylar. Bir Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar degan romani bor, kim o'qigan bo'lsa, hech bo'lmasa shu bir kinosini ko'rgan odam bor. Kelib, o'rnimani oldiga, xonning oldiga kirib turib, kirganda xonni borasan, xalqqa shuncha soliq bosasan deganda, sen bunday emas, xalqimiz qiynalganda jallod deydi. Bu qo'rqqanidan bo'ldi, hozir xon buyruq bajaraman deganini aytib, bu chiqib keladi ekan, unga bitta to'yda chiqib keladi ekan, xalqqa aytadi, haloyiq qo'zg'aling. Qo'zg'aling haloyiq deydi. Xonimizning hozir shunaqangi deydi, buyruq berdilar deydi. Keyin unga dushmanga darvozani ochib beradi. Dushmanga darvozani ochib kirgizadi dushmanni ichkariga. Endi xalqni hozir endi aytdim-ku, charchatib endi hamma narsa yaxshilik bilan nima bilan tugagan yaxshi-da. Biz to'g'ri gapirayotganimiz yo'q. Konstitutsiya bo'yicha gapiryapmiz. Haq huquqimiz talab qilyapti. Biz shu yerda haq huquqimiz bor, majburiyatimiz bor. Haq huquqimizni 2000% paymol qilib davlat idoralari. Lekin majburiyatimizni 2000% bosyaptilar. Noqonuniy bosilyapti. Endi shu narsani biz deyapmizki, shu prezidentlikka bormasa iloji yo'q ekan. Senatga yozdik, prokuraturaga yozilmagan joy qolmadi. Hech hammasidan bitta xat keladi, soliqqa yubordik, soliq hal qiladi. Solig'ini ham hal qilsin.
shular soliqni qo'liga shunday qilasan, mana 3 barobar qilib bosasan deb qo'liga chiqarib berib qo'ygan bo'lsa, ularni ham tushunadi. Shuning uchun o'rtoq prezident, iltimos sizdan shuncha san'atkorlarga e'tibor qiling, boshqalarga e'tibor qilyapsiz. Shu afg'on urush qatnashchilariga ham bir e'tibor qiling, o'rtoq prezident. Sizdan iltimos. Aytinglar, kimda nima gardi bor, nima gardi bor.